Men Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Mustaqillik mahallasida yashayman. Ishsiz bo'lganligim sababli yoshlar yetakchisiga uchrashdim. Mahalla yetakchisi tomonidan 1 gektar bo'lgan 30 yilga auksion orqali yerni oldim. Hozirgi kunda 1 gektar yong'oq ekkanman. Yong'oqning hosilini aytib o'tadigan bo'lsam, 1 gektardan o'rtacha 2 tonnagacha hosil olsak bo'ladi va 1 kilosi 10 mingdan hisoblaydigan bo'lsak, 2 tonna yong'oqning narxi, daromadi 20 millioncha bo'ladi. Prisini, hashagini hisoblaydigan bo'lsak, 1 gektardan o'rtacha 300 tagacha olsak bo'ladi va bitta prisni narxi 40 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, 12 million so'm pul bo'ladi. O'rtacha 32 million so'm pul bo'ladi. 1 gektarda hosili 32 million so'mga to'g'ri kelyapti. 1 yilda o'rtacha 2 marta ekin ekib hosil olsa bo'ladi va iziga bug'doy ekmoqchiman va bug'doydan ekiladigan daromadimiz o'rtacha 30 sentr 40 sentr oladigan bo'lsak, 40 sentrimiz 4 tonna bo'ladi va 4 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, 16 million so'm pul bo'ladi. Undan 1 gektardan o'rtacha 200 ta pris olamiz. 200 ta prisimizni hisoblab aytadigan bo'lsak, 20 mingdan bo'lsa 4 million so'm pul bo'ladi. O'rtacha ikkinchida daromadimdan 20 million so'mgacha olsam bo'ladi. 1 yilda mobaynida o'rtacha 55 million so'm daromad qilsak bo'ladi. Sharoitlarimiz juda yaxshi, suvlarga qulay, unumdorli yer. Iqlim sharoitimiz kontinental bo'lganligi sababli ekinlarimiz ancha samarali va yaxshi hosil beradi. Bu yerda men oilam bilan mehnat qilamiz. Kelajakdagi niyatim xususiy fermalar ochish niyatim bor. Albatta bunaqa sharoitlarni yaratib berayotgan prezidentimizga ming bor rahmat.